Boy akalarim, uydagi muammolar juda ham ko'pmi? Ishinglar juda ham ko'payib ketyaptimi? Men sizlarga yangi muammoni ko'rsataman. Qaranglar. Mana muammoni zo'ri mana 2013-yilda ishlab chiqarilgan 3700 dollarga qo'yib beramiz. Mana bamperlari, xullas mashinani olasizlar, rasxod qilib turib mevaverasizlar. Demoqchi bo'lganim, motori yaxshi, ходовой o'rtacha, kuzoviga endi ozgina muammoli ishlarni qilaverasizlar. Mashinamiz polni kraska bo'lgan. Mana balon holatlari. Mana shu eshigiga ozgina ishlov berib yuborish kerak. Bu eshigi bilan birgalikda. Ko'rdinglar, holati yomon emas. Xullas, boyaga aytganimdek, uydagi muammolar kamlik qilayotgan bo'lsa, mana shu sparkga olsanglar, xudo xolasa, muammo ustiga yana muammo bo'laveradi. Deb qaysidir blogerlar gapirib chiqdi. Menga haqiqatda yoqqanda, to'g'risi. Shunaqa yo'nalishda qilamiz. Nima deydi? Mashina nima deydi? Narxiga zo'r 3700 dollarga faqat оформлениyaga sotiladi. Motori moy emas ekan, ходовойлari yaxshi ekan. 3-pakelikda metan gaz baloni ham bor ekan. Bosib olsangiz bo'ladi.